har bir inson o'zini vazifasini bilishligi zarur. Shogird o'zini vazifasi, ustoz o'zini vazifasini, ota-ona ham o'zini vazifasini bilishligi zarur. Ota-onaning vazifasi nafaqat uni nafaqasini berib, yemoq-ichmoqni berishlik, u har bir sahiy insonning qo'lidan kelaradi. Ota-onaning vazifasi bu bolaga eng kerakli bo'lgan Allohni tanitishlik, payg'ambarimizning sunnatini o'rgatishlik va Alloh taoloning dini bilan ta'alluq tuzib qo'yishlik. Allohning dini bilan ta'alluq tuzdirib qo'yadigan bo'lsak farzandlarimizga, u farzandlarimiz albatta kelajakda qiynalmasdan yashaydi. Lekin biz qiynalmasdan yashashligi uchun insonlar o'ylaydi, men bolamga falonday bir ish ochib qo'ydim, tukunday bir korxona qilib qo'ydim, Alloh rozi bo'lsin korxonangizdan. Lekin insonga eng kerakli bo'lgan bu din. Va shularning qatorida ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni aytgan so'zlari bor. Allimu abna'akumus sibahata var rimaya. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar, o'z farzandlaringizga o'rgating sibaha suzishligini va kamon otishligini. Kamon otishni va suzishni o'rgatishlik ham bu payg'ambarimizning sunnatlaridan. Albatta hojatga yarasha. Suzib yursin degani yillab, oylab shuni orqasidan bir o'rganib qo'yadigan bo'lsa, turli holatlar bo'ladi, insonning boshiga turli holatlar keladi. Shu vaqtlarda bir foydasi tegadi. Va shuningdek kamon otishligini ham o'rgatib qo'yadigan bo'lsak foydali. Umar radhiyallohu anhu ham shu so'zni aytgan va so'zining oxirida ot minishni ham o'rgatinglar deb aytganlar. Demak azizlar, inshaalloh farzandlarimizga har tariqadan biz hech qachon moddiy narsani berib o'zimizni qanoat qilib kifoyalanib qolmaylik, balki ma'naviy narsa, ma'rifat, ta'lim, tarbiya, sunnatni o'rgatishlik bilan biz o'zimiz faxrlanishimiz zarur. Shuning uchun azizlar, har birimiz harakat qilaylik, Rasulullohning har bir va'dasiga, har bir nasihatiga men amal qilaman deb.